Fevral oyida tug'ilgan insonlar juda aqlli, fikrlovchi va tezda qaror chiqaruvchi realist insonlardir. Ular haqida qiziqarli bir fakt bor. Ular do'stlarni soniga qarab emas, balki sifatiga qarab tanlashadi. Shuning uchun ham ularning do'stlari unchalik ko'p emas. Fevral oyida tug'ilganlarni ko'pchiligi ko'rinishdan bajjaqli ko'rinsa-da, ammo ichki dunyosida haqiqiy qalb go'zalligi, romantika, chiroyli g'oyalar yashaydi. Shuning uchun ham bu insonlarga tezda baho berishga shoshilmang. Zero ular hayotda juda aqlli va yetti o'lchab bir kesadigan insonlardir. Ularni yana bir necha yaxshi xislatlari bor. Gapirib o'tadigan bo'lsam, ular juda xushbichim, xushmuomalali va sadoqatli insonlardir. Bunday olib qaraganda, fevral oyida tug'ilganlarni ta'riflashga biroz qiyin, chunki ta'riflari beqiyosdir.